Choose archive. Mana tuttu ekan deb loyiha. Okey. Tak. Juda internet sekin ishlayapti. Juda yomon internet. Hech buni olmasdi. Ertalabdan kelganingizdan beri shunaqami? Ahvol? Internet? Yo'q, internet bo'lmagan. Menda yaxshi zagruzka qilmayapti-da, shunga hayron bo'ldim. Buni zagruzka qilish kerak yaxshi. Sim kelmayapti. Shaqasi bo'lishi mumkinmi? Tak, mana bu. Shuni qilaylikchi. Bu Harvardda qilinmagan. Harvardda qilingan. Qanday pastdan chiqayotganini bilyapsizmi? Shunga. Tak. Yasaveramiz, muammo emasga. Ammo mana bor edi-da, adashmasam mana uni qilish kerak edi. Mana shuni qilsa zo'r bo'lardi. Mana orqasidagi rasmni bu rasm kelmayapti-da, men shuni tushunmayapman hozir. Rasm kelmayapti. Mayli-yu, rasmsiz ham qilsa bo'ladi. Rasm kelmayapti-da, hamma hech yo'q. Qo'raveramiz. Bizga bo'laveradi. Okey. Endi mana pastki qismidan demak davom ettirib ketamiz. Workflow degan ekan. Ya xuddi o'tgan safarga o'xshagan. Endi chizmasini birinchi chizib olishimiz kerak. Qanday qilinadi degan savol. Tak. Masalan, mana buni chizib olamiz. Yasalish qanaqa? Div ochilgan. Div ochilgan. Div ichida ikkita div bor. Mana bu bitta div, mana bu ikkinchi div. Okey. Endi mana bu shakllarni ko'ryapsizmi? Qanday yasalgan deb o'ylaysiz shuni? O'ylangchi.
Ya, tushundim. Aloqa. Qanday yasagan deb o'ylaysiz shuni? To'g'risi bilmadim, lekin bitta mavzu o'tgan, siz bitta tarafini yasashsiz. Ya, yasalish bunaqada qarang. Border top, border left, border bottom. Border right yo'q. Mana o'rtada bor-ku, ko'rayotgan bo'lsangiz. O'rtada chiziq bor. O'rtada chiziq bor. O'zi bor-ku, yasalish o'zi bunaqa bo'ladi. Qarang. Rangini ajratib qo'ying. Mana. Hozir divni ichidan, mana shu divni ichidan qanday divlar ochilganini men tushuntiraman. Birinchisi mana bu. Mana shu div bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu div bo'ladi keyin. Mana bu div bor. Chunki mana bu divda bor-ku, margin left, qanaqa margin? Border right berilmagan, o'ng tarafni olib tashlagan. Tushundingizmi mana buni? Okay. Ikkita element turibdi. Demak, mana bu o'rtada bitta element. Mana shu. Mana uni yonidan, işte mana bu bitta element. Buni yonidagi bitta element. Tushundingizmi? Bunikini o'ngini olib tashlagan, bunikini chapini olib tashlagan. Chiziq shunaqada tushishi. Mana buni bunday qilingan. Bunday ham xuddi shunday. Lekin mana ikkitasi yonma-yon turyapti-da. Mayli, qilib ketaveramiz. Bizga nima ziyoni yo'q. Mana yerda yana bitta bor. Bu alohida. Bu alohida. Itak mana bu bitta div va mana bu yerda yana bitta div bor. Bu ichidan H1 bilan bitta P bor, tamom. To'g'ri, bizda rasm yo'q hozir. Shuni o'zini yasash ko'rsatib ketaman. Endi mana bu joyini qarang, qanday bo'lyapti. Masalan, mana buniga nom beramiz. Aytaylik, workflow. Workflow. Endi bu workflow top. Mana bu divni nom klassda tepasi. Mana bu workflow card. İşte mana bu pasketni chizib qo'yaman. Ana shu divni nomi. Workflow card. Cardsda. Endi mana ularning hamma divlarni bor-ku, hamma divlarni nomi bir xil. Bir xil nom beraveramiz. Masalan, bu mana bu div, mana bu div, mana bu div, bu bor, mana bor, bu bor, keyin mana bor. Bularning nomi bir xil nom beraveramiz. Faqat yozilgan paytda masalan workflow card item qilib qo'yaman. Bo'ldi. Bo'ldi. Ishchana. Endi mana bu larda ichida farq qiladi. Okay, bo'ldi. Bizda endi mayda saqlanib qilamizda, loyihamizga workflow deb nom berib qo'yamiz. Endi yasaymiz. Proyektni ochib olaman, mana loyiha mana turibdi. Loyihani ustiga 2 marta bosib, maydan HTML 2 marta bosib, tavba qildim. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Menda ishlayapmi, ishlamayapti? To'xtang. Boya men anonni zapretib berib yubordim-ku. Saytda mayda ishlamayapti bu. Nastroykada. Mayda zapreshina berib yubordim men boya. Lekin link nasib yo'q. Kartinkalarga razрешение qaysidirga mana bo'ldi.
qani? Mana ko'rdingizmi? Mana yerda nastroykadan o'chirib qo'yibman-da boya. Mana ishlaydi. Mana rasmi ham bor ekanda. No rasmlar o'sha kartning ichida rasm bilan boshqa bo'laveradi. Просто bo'lib olishda nima qilib olishimiz kerak. Aytdim nima ish? Internet ishlamayapti deb yotibman mana endi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Okey. Demak, proyektimizda tepa qismidan boshlaymiz. Workflow. Xo'p, demak, div ochamiz, class beramiz. Screenlar ichida mana yozib qo'yganmiz. Prosta endi har bir 3 ta divda mana rasmi bor. Rasm tagidan h1, h1 ochamiz, keyin p element bilan yozaversak bo'ladi. Muammosi yo'q. Demak, bizda mana yerda aytilgan ekan workflow ekan class nomi. Demak, workflow. Okey. Endi ichidan ikkita div ochilgan. Workflow top, div, class, workflow chiziqcha top. Shuni pastga olamizda. Bu pastki qisminiki. Bizda nomi nima ekan? Mana bizda workflow cards. Okey. Workflow qismini demak yozamiz. Classda olamiz bu yoqqa. O'zini demak 100% beramiz. Eniga 100% to'liq bo'lsin. Bo'yi 100V h bo'lsin. Background oq ekan, oqligicha qolaversin. Oq rang turaveradi. Okey. Endi tepa qismnikini alohida chizib olamiz. Workflow top va workflow card. Ikkala elementni ham with qismi ikkala elementni ham birdan yozib ketaveraman. With qismini 80% qilaman. Chunki o'tgan safar yozgan edik. Mana to'liq 100% bo'lmaydi. Mana tipa 80% bo'ladi. Bo'yini masalan 20%. Keling shuni 20 qilib qo'yaylik. Bittadan border berib yuboraman. Ikkalasiga border 2 piksel, 1 piksel solid black. Okey, demak proyektimizni ochamiz. Bitta yangilasak pastga tushamiz. Mana workflow pastda turibdi. Endi mana bu ikkita element yonma-yon tushishi kerak. Nima ishlatardik? Display flex. To'g'rimi? Mana bu va buni yonma-yon pasma-pas qilib berasan. Display flex yana yo'nalishi column bo'lsin. O'zi column holatida turibdi. Mana bu joyda. Mana o'zi turishi column. Justify content center. Haligini aytamiz center. Ikkalasi markazga tushadi. Okey. Mana markazga tushdi. Xo'p, endi ikkalasini wizini buni 80 qilamiz. Buni ham 80 qilamiz. Ikkalasi 80 bo'ladi. Pastki qismini ko'tarib qo'yaman bo'yini. Mana kartning bo'yini aytaylik 70 desak, mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Xuddi mana bunga o'xshaydi. Kecha. Buniki necha? Mana buni anonsi bilan qilsangiz zo'r bo'ladi agar esingizcha. Mana uni viza nechiligini bilsangiz, tak nechida price midi? Price tepada yozdik. Price kini 70 ekanda vizani. Mana shuni 70 qilsangiz bo'ladi esingizcha. Mana masalan, mana unikini 80 emas 70 qilib, buni 80 qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi.
Sezilmaydi. Prosta yozuv bir xil turadi-da. Если что buni ham qilsangiz bo'ladi, 70 qilib bo'lsin. Mushamiz. Okay, demak ikkita matn bor. Bu yerda seamless flow deganimiz bor. Tak, buni ichiga yozamiz. H1da seamless flow bir elementini qo'yib yuboramiz va pastidan away bir narsa degan P elementi ochilgan. Mana tepa qism. Tepa bu past. Xo'sh, demak, workflow topnikini ana buni yozamiz. Workflow topning ichidagi H1 bilan workflow topning ichidagi P elementini dizayni berib yuboramiz. Aytdi, qizil shapkachani olib kelsangiz bo'ldi. Mana buni olamiz. Font size. Masalan, font size necha berganmiz? 60 piksel. Nariginikini ko'rish kerak edi. Bir xil bo'lsa zo'r bo'ladi. Biz price qismi bor-ku mana undagi. Mana undagini yozib yuborish kerak edi. Pricing topning ichida H1 mana. Mana lekin dizayn mana birga bir shunday olib oling. Pastga. Kim ushadi mana. Faqat mana workflow qilib bu ichida-ku. Emas. Shu ish bo'lib qoldi. Uni olib qo'yaversak bo'lib qoldik. Color white ekan, uzr. Qora. Ya'ni mana unga faqat flex berishim kerak topga. Display flex. Flexning yo'nalishi ikkalasi yonma-yon turishi kerak, row holatida. Mana bunaqa row bo'ladi ikkalasi va justify content. Space between. Ikki tarafga surilib ketadi va haligini aytamiz. Flex end. Hammasi pastga surilib qoladi. Bo'ldi. Faqat border yo'qmi ekan buni? Mana aytib borderi bor edi. Shuning uchun padding berib yuboraman. Padding bottom berib yuborsam, masalan 20 piksel bersak, где-то mana bunaqa holat yuzaga keladi. Pastki chiziqcha uchun. Border bottom qilib qo'yaman faqat. Bo'ldi. Margin kartni tepasiga margin top. 30 piksel. Ikkalasi tepaga yopishib qolibdi ekan. Margin top. Mana bu tushungandirsiz? Orasini ochib, mana uni tepaga surilsin, mana uni uzoqlashsin dedik. Okay. 100 menimcha kam. 120 beramiz u. Mana unikini 70 kartlarikini 70 ko'p shekilli cho'ta 60 50 tam 50 bersak ham bo'ladi. Normal bo'ladi mana shuni o'zi ham. Okay. Endi mana bular bor. Endi mana pastki qismi. Ichida mana biz rasmimizda workflow card itemdan bir nechta ochish kerak ekan. Okay, demak class workflow card item degan elementdan nechta bor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ekan. Ko'paytir 9. Mana 9 ta bo'ldi. Endi workflow card itemga mana bunday yozamiz. Height
Masalan, 50 piksel prosta ana joylashtirib olishni aytyapmiz. Vizini ham 50 piksel qilamizda. Keyin piksellarni ko'paytirib qo'yaman. Foizda beramiz uni. Border beramiz 1 piksel solid black. Chizib olamiz birinchi. Mana. Yonma-yon turishi kerak hammasi. Hammasi yonma-yon. Otasiga aytishim kerak. Otasi mana workflow card. Workflow card tepada. Mana. Demak, display flexni yo'nalishi row holatda bo'lishi kerak. Hammasi row joylashishi kerak. Mana bunday qilib. Align item center. Justify content center. Okay. Mana. Endi uzun bo'yini yozib qo'yishimiz kerak. Bo'yi 100% qilib qo'yamiz. 100% degani mana shuni bo'yi mana bu bilan mana uni bo'yi har biriniki mana shetgacha boradi degani. Tushundingizmi? Xohlasangiz 90 qilsangiz, sal seziladi. Endi eni qanday bo'ladi desak. Eni bu yerda hisoblash kerak hozir. Hisoblab chiqqanimizda qarang. Nechinchi elementlarni bilishim kerak-da. Tak rasm qani? Tak 1 2 3 4 5 2 5 6 7 8 2 5 8-inchisi ekan. Mana bu 2 5. Mana bu Xullas, card main deb nom berib qo'yaman. Buni ikkita alohida bunga dizayn beramiz. Shu NC child ishlatib o'tirmayman-da. Tushundingizmi? Faqat mana bularni hozir hammasini vizi 100% dan bersam, endi qarangda, mana shularda vizini 100% dan beraman. Qarasangiz mana bunaqa holat yuzaga keladi. Mana shunaqa. Endi aniq hisoblash kerak hozir. Card mainlarga nechidirdandir beramiz. Kamon. Bo'ldi? Kodlarni yozib beryapti, o'zi tayyor bor ekan. Shakllashib berganda bunday ko'rsatishim kerak, o'zi ko'rsatish kerak. Wi-Fi kodini bilasizmi? Shu qo'shlar Saytda nomi bormi? Yo'q, sayt anaqa prilojeniyani o'zi. Prilojeniyani ayting nomini. Unda 3-4 xil bor. 3-4 xili? Internetda ishlaydi u. Skajitib qo'yganman. Yo'q, rasm bormi? Yo'q. Shuni chiqib ko'ring, anonda turibdi. Prilojenlar qatori turibdi, eng oxirida. Bu web kodmi? O'shalar hammasi. Ishlatmaganman lekin web kod. Eng birinchisida. Alo eshitmayapmi? Tepasida, o'shaning tepasidagi. Redaktor kod, dev AI. Sun'iy intellektda. Yasalgan tayyor. Sun'iy intellekt yozib bergan, yozib ber. Qarang, mana ularnikini biz 30% dan beramiz. Kart itemlarnikini. Визин отдельно. Xullas, hisoblab chiqish kerak edi. Hozir men kalkulyatsiyadan aniq hisoblab beray. Tak, 100% bo'lsa
100% elementingiz 9tasi qancha bo'ladi? 100 bo'lamiz 9 ga. Voy. 100 ko'paytiramiz 9 foizga. 0 butun tak 10% emas ekanda. 0.9. Tak 0.9. Tak 0.9. Tak 0.19 bo'lsa 9%, uzr. 9%. Hayvonlar ketdi. 9%dan har biri to'g'ri kelsa, demak, bunikini где-то bunday qilaylik. Mana ularnikini 30% dan 30 emas, 25% dan beraylik-da. 3 kara bo'lsa 50 75 bo'ladimi? 3tasi 75, 25 qoladi, to'g'rimi? 1 2 3 4 5 6 25 bo'lsa, o'rtasida kattasini 20 dan qilib, chekkaga ichine joylarini anaqasiz bo'lib 6% to'g'ri. 22 bo'lsa 66, 30 3tasi 66 bo'lsa 34 bo'lsa 1 2 3 6 bo'lsa 34 6 ga bo'lsak necha ekan? 20 bilan 6 bo'ling. 20% bo'ling. 26 qilaymi? Tagidan 6. Bunga 6 dan beraman-da. Normal, 20 kam emasmi? Yo'q, mana uni surib ko'ramizmi? Kart 80 qilib ko'raylik-chi. Sal endi bo'lar. Buni bunday qilamiz. Buni 23 qilib, buni 4 qilsak-chi. Yetadi. Hamma. Bo'lsa. Chizib bersak bo'ldi. Kartlarni o'chirib tashlayman mana hozir. Shu joyda endi aytib ketaman. Hozir rasmga e'tibor bersangiz, rasmga mana bu joyga qolgan, to'g'rimi? Birinchisi. Demak, birinchi element mana ikkinchisini borderi yo'q. Border yo'q. Ya'ni mana bu kart mainda border qismini olib tashladik men. Okey, mana bizni borderni olib tashlaydi. Endi mana bu birinchi element kart main elementini nc child birinchisini border none qilasan, faqatgina right qismini. To'g'rimi? Mana bu yonboshda. Mana. Ikkinchisi bilan mana 1 2 mana 3 ni chapini olib tashlaysan, 4 ni o'ngini olib tashlaysan deyman. 3 ni chapini olib tashlaysan. 4 ni o'ngini olib tashlaysan deymiz. Mana unaqa bo'ladi. Tushundingizmi? Vay, nima bo'ldi bunaqa? Mana uni ustidan tushyapti. Necha? Qaramiz. Tak. 1 2 3 4 5 ketgan. 6 7. 6 bilan 7. Xuddi mana uni olasizda. Mana bunday qilsangiz ham bo'ladi davomida. 2 marta yozib o'tamiz.
6. Mana 7. Kodni 2 marta yozib o'tirmaysiz. Pastiga 7. Okay. Mana. Oxirgisi right, left qoladi. 9. Mana uni olamiz. Left 9. Mana uni davomida yo'sagan bo'ladi. 9 olib tashlaymiz. Oxirgisini olib tashlaymiz. Iloji bo'lsa mana uni ham birda ham yozib olsak bo'ladi, yesicha. Mana unga. Bunday qilib. Kamroq kod yozardik-da, shuni yutasiz. Okay, mana. Tayyor. O'rta qalin bo'lib qolgan mana u. O'zi qalin ekan. O'rta qalin bilyapsizmi o'rta qalinligini? Mana unga nisbatan sezilyapti. Okay, endi nima qilamizki, har bir elementning ichidan mana bu narsani ko'ryapsiz-ku, to'g'rimi? Tepadan pastga tushyapti. Shu narsasini qilish kerak-da. Sal ish ko'proq bo'ladi-yu, lekin qilsa bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu sichqoncha ustiga borganda yoniga tushyapti masalan. Shu tushadiganni ichidan yozamiz. Masalan mana card flow itemni ichida yana bitta nima bor? Background bo'ladi. Div ochamizda class beramiz. Workflow bg deb yozib qo'yaman. Qarang, hozir bitta mana uni o'zida qilib ko'rsataman. Bitta mana bu element ustida. Mana shu element ustida qilib ko'rsatay. Qolganlarida keyin qanday ishlashini ko'rasiz. Bitta shuni o'zida ishlatib ko'ramiz hozir. Okay, demak qarang. Bu yerda workflow background degan narsamiz. Mana yerda yozamiz workflow background. Width'ini 100% qilaman. Height'ini ham 100% qilaman. Endi qarang, background color'ini mana bunaqa rang beramiz. Qarabsizki, mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Endi men workflow position degan mavzu o'tganmidim? O'tmaganmiz, shuning uchun o'tishim kerak edi, bitta mavzu. Workflow itemni, ya'ni mana bu yerda endi workflow item yozishim kerak. Ishlash uchun position mavzusini alohida tushuntirib beraman. Position relative. O'zi bu bo'ysundirish uchun kerak edi. Bitta elementni boshqa elementga nisbatan majburiy joylashtirish hisoblanadi. Bu position absolute yozamiz va top qismdan 0 beraman. Qarang, qanaqa bo'lyapti. Hozir mana buni ko'ryapsiz, tepa joyida turibdi. Agar men mana shuni topni minus misol uchun 20% qiladigan bo'lsam, bu sal tepaga ko'tariladi. Mana bunaqa holatga keladi. Juda mayda ham border bor-ku, to'g'rimi? Mayda ham bizda workflow itemda masalan border 2 piksel solid green masalan yashil qilib qo'yay. Mana bu chiziqdan boru yashil olib tashlayman keyin, xavotir qilmang. Yashildan chiqib ketyapti, ko'ryapsizmi? O'sha joyiga mana bu yerda bitta element bor. Overflow hidden degan narsa bor. Hidden bo'lsa chiqarmaydi. Hiddenni. Ko'rdingizmi? Lekin mana bu hozir qirqib olib tashlatdi. Ana shu element mana bu ichida turibdi hozir. Orqasida turibdi, mana shunchacha turibdi, lekin ko'rinmayapti.
Tushunmadingizmi? Tushundingizmi? Mana bu narsa o'zi banitda hozir turgani yo'q bo'lib qoldi. U kesib olib tashladi deb o'ylamang, u ichida turibdi, prosta ko'rinmayapti. Tushundingizmi? Chegaradan chiqib ketgani uchun chegaradan chiqma deganida. Ha. Height adashmasam, ko'rsatmasi. Height overflow hidden ko'rsatdi. Qirqib tashlash. Overflow hidden degani kesib tashlash degani. Qanday tushuntirsam bo'lar ekan sizga? O'zi mana qarang. Bunday olib qo'yibsiz, mana turibdi hozir. Hozir men overflow hidden olib tashlasam, kesib tashlab mana chunki mana yashillikcha turibdi-da. Mana uni o'zi 100% degani, mana o'zi yashilga nisbatan 100% deganida turishi. Endi qarang, yo'q bo'lib qoldi. Kesib tashlamadi, prosta turibdi, orqasida ichkariga nisbatan turibdi. Xuddi devorning orqasida yashilib qolganda, mana uni orqasida. Tushundingizmi? Shu tepa shunaqa. Ya'ni mana uni men necha qilaman? Mana uni men 100% qilaman. Shunda u to'liq tepaga chiqib qoladi. Mana hozir yo'q bo'lib qolmadi, tepaga surilib qoldi. Tepa mana yerlarda turibdi-da hozir. Tushundingizmi? Endi nima deyishim kerak? Element ustiga borgan payt o'sha element bunday pastga tushishi kerak deyman. Tushundingizmi? Kart itemni ustiga sichqoncha hover qilingan paytda tepadagi mana bu BG elementi bor-ku, mana shu element deyman mana. Mana shu element o'zgarishga uchrasin. Nima? Top minusmidi? Top 0 bo'lib qolsin. 0 degani pastga tushib qoladi ekan. Xuddi paydo bo'lib qolyaptiga o'xshab qolyapti. Lekin u asli tepadan pastga tushyapti. Buni bilish uchun prosta transition berib olish kerak bo'ldi. Transition duration masalan 0.5 soniya. Endi tushungandirsiz? Mana shunaqa bo'lyapti. Endi mana bu narsani bor-ku, mana unga ham beraman. Bunga ham hammasiga berib chiqaman. Ichiga berib chiqaman-da. Tushundingizmi? Ayni ko'rsangiz, endi bunday bo'lib qolyapti. Keyin mana border yashil olib tashay, shu bo'lasi. Bunday bo'lyapti. Buniki bunday bo'lib qolyapti. Chunki har biriga o'ynab qolyapti-da. Chetda bir muammoni so'rab olsak qanday bo'ladi? Xafa emasmiz? Bir xil chatdan ham so'rab turgan bor. To'xtang, bir proba qilib ko'raylikchi, если agar bo'lmasa aytaman. Workflow kartni ichidagi element ustiga hover qilingan paytda endi pastidan bunday yozish kerak-da o'zi asli. Kart mainni ustiga sichqoncha borgan paytda workflowni ichidagi bo'lishi kerak va kartni ichiga hover qilingan paytda mana ularga boshqacha nom bermasam bo'lmas ekan. Mana bu kichkinalarga other kart deb nom berib qo'y. Boshqa elementdagi kartni ichidagi mana uni ichidagi workflow bagi element birdan bo'lsin. Ishlayapti. Yonidan yo plus qo'yilardi. Hozir kart qayerda ishlamay qoldi? Ko'rdingizmi? Mana sherigini ham tortib ketyapti. Mana olib tashlasam, o'zi bo'lib qoladi. Mana. Yondagi sherigi bo'lmayapti-da. Bu hazır kartni qayerda bu? Minus qilikchi.
bolalar o'ylab topasan, ey Shahriyor. Minus degan narsa yo'q-ku. Plus bilan asar kartni. Bunday qilar ekanmiz, mana ularga ham klass bermasam bo'lmas ekan. Sal murakkabroqlar bo'lur. Yo bu qo'shnisi mana bunaqa narsa ham qo'yilyapti. Korchi bunday qilamiz. Bunday olamizda. Xatoni so'raychimi? Juda yaxshi kodni tushunib oladi-da. Hop, menda quyidagi narsa ishlamayapti. Sibling selector. To'g'ri usul. Oho, mana meror deyapti. Qani? Why? Вообще. Nima bo'ldi? Yana yaxshiroq animatsiya. Workflow bug'i. Tushundim. Bo'ldi. Men nimaligini bildim hozir. Kalla to'la workflow bo'lib ketdi. Qarang. Yaxshiroq, chetkroq narsa qarang. Har biri ushlab ketyapti-da. 2 ga olsam 2. Buni ajratish kerak ekan-da. Bunday qilamiz. Card main. Tushuntirish kerak-da bunga. Darvodarga. Card main birinchi card main hover bo'lganda nechinchisi? Mana bu other card nechinchisi? 1 bilan 3. Other cardning 1 va ikkinchisida. Other card bu yerda ikkita. Mana birinchisi, mana ikkinchisi. Tushundingizmi? Ikkinchisi ishlashi kerak. Endi buni bunday qilamiz. Bunda olamizda ikkinchisi ishlaganda deyapti mana. Ikkinchi card main ishlagan paytda, ya'ni mana bu ikkinchi card main ishlaganda 3 bilan 4 bo'lish kerak. 3 bilan 4. Tushuntirish kerak buni ham. Uchinchi ishlaganda necha bo'ladi shunda? 5-6 bo'ladi. 5 va 6. Mana. Okay. To'xtang.
Birinchi kart main hover bo'lganda kart azerning birinchi ikkinchisi va birinchi kart main ham ishlashi kerak. Xuddi shunday qilib boshqalariga ham bajar. O'tdayni qulog'iga. Birinchi kart men hover bo'lganda azir kartning birinchi va ikkinchisi va birinchi kart menni o'zida workflow bug'i ichidagi workflow bug'i top 0. Okey. 2 bo'lsa 2 bilan 3 bo'ladi. Bu 3 bo'ladi, bu 4 bo'ladi. Bu 5 bo'ladi, bu 6 bo'ladi. Qani yep, otdang qulog'iga. Boshqa shunaqa ishkallari bor. Opa, mana. Tushundingizmi? Mana uni yaxshi tushuntirish kerak-da. Garchi masala yo'q. Mana shuni qilib oldik. Endi davomini ham tushuntirsangiz bo'ladi. Qarang. Hozir bunaqa narsa bo'lyapti-da bunda. Tushundingizmi? Mana shu joyi bor-da. Tepadan pastga ishlayveradi. Endi bunga aytiladi, qarang. Sichqoncha, birinchi men avval to'g'ri kuzatish kerak-da. 1 2 3 4 bo'ldi. Qarang. Kart main birinchisida, ikkinchisida, uchinchilarda sichqoncha tepadan yoki pastdan hover paytida tepadan pastga tushar ekan. Tepadan qarang. Xullas, birinchi hamma main kartlarda, hamma main kartlarda sichqoncha tepadan kelib hover qilsa, mana bu element workflow bug'i bor-ku, tepadan tushsin. Pastdan kelsa, pastdan tepaga chiqsin, to'g'rimi? O'ngdan kelsa, o'ngdan chapga kelish kerak. Chapdan kelsa, chapdan
unga hover holatda harakatlanishi kerak. Okey. Qaniydi? Maqtadan qo'yaylik. Yaxshi, shu joydan boshlab endi ishlash kerak. Просто mana uni hisob kitobini olish sal muammoda. Rosa o'tirib o'ylash kerak-da. Okay, workflow item card partner translate. Okay, mana pastdan yozamiz qo'shimcha. Davomini qo'yib ketdim. JavaScript qo'shar ekanmiz. Mayli. Kopiya qilasiz. Mana bu qo'shuvdagi o'tgan safar. Index.js. Shuni pastidan tashab qo'yasiz. Shuni tashab qo'ysangiz bo'ldi. Tushundingizmi? Xudo xolasa to'xtang. Birinchi kart main shunday beraylik. Prompt yozuv bor. Prompt yozuv. Prompt yozuv. CSS to'g'ri ishlayapti. Has kartalarning ochilishi workflow. Okay. Workflow. Baga direction qo'y deyapti. Xo'p, mana workflow bagadan boshlab qo'yaman mana. JavaScript qismiga JavaScript qo'yamiz. JavaScript yozilganda natijada birinchi kart item hover bo'lganda other kart 1 va other kart 2. Okay. Vay. Eshak hisoblash kerak ekan-ku. Shunday qilib turaveraylik, maylimi? Yonbosh bo'lmasa ham. O'zida qilaveraylik. Rosa nima bo'ladimi deyman, muammo bo'ladi. Bo'laveradimi? Qilaverib, vaqtni o'tkazmay. Endi qarang. Mana bu itemlarni yonidan div ochaman. Bu div nima uchun kerak? Bu div mana o'rtadagilar uchun kerak. Tushundingizmi? Lampochkani o'zini olib qo'yaraman, yo'qsa mana bu rasmini olib qo'yaraman mana. Rasm ichida turadi baribir. Workflow, рабочий стол, workflow. То есть image ichida workflow. Ketdi mana. Hozir mana buni ichiga qo'yamiz. Tak. Image bo'ladi. Nuqta slash image workflow. Tagida gaplari bor o'zini. Development bir narsa hash1 and execution birga qo'yib yuborsak, keyin yana bir narsa gaplari bor ekan.
workflowda endi mana bunga e'tibor bersangiz, hozir mana paydo bo'lib qolgan. Endi nima bo'layotganini bilyapsizmi? Bu xuddi mana bu element bilan mana bu element bor-ku, mana bu ashida. Mana klassda beraylik-da, bunga boshqa klass beramiz. Workflow info deb yozib qo'yaman. Z index degan narsa bor. CSS da z index degan narsa bor. Z index desa ham bo'ladi. Z index navbatni almashtirish degan. Bunda masalan o'chatga turasiz-ku, sizdan oldingi kimdir bor, sizdan keyingi yana kimdir bor, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Masalan, mana yerda siz turgan bo'lsangiz, bu sizdan orqada turibdi-da hozir. Tushundingizmi? Ya'ni hozir bunday sichqonchani ustiga borganda siz ko'rinib qolyapsiz-da, ana orqadagisi ko'rinmay qolyapti. Shuni almashtirib qo'yish kerak. Mana workflow begani, mana workflow bega bilan workflow info ni bor-ku, aytdan z indeksini to'g'rilab qo'yish kerak. Ya'ni masalan z indeks beraman, xohlagancha raqam bering. Masalan 1 bersam, bunga 2 berib qo'yaman. Qaysi son agar baland bo'lsa, o'sha son oldinroqqa chiqadi. Oldinga ko'rinadi degan navbat joy. Ya'ni mana nima ishlamadi? Nima qilaychi? Important. Nega? Tak. Yana muammoim aytib charchab bordi. Z index ishlamayapti. Sabab Bunda berish kerak ekanda. Z index aytib qo'yish kerak ekanda. Nima kerak emas. Okey. Tushundingizmi? Просто так workflow klassga display flex berib yuborsak bo'lgani. Okay. Display flex direction row, то есть column, justify content center, align items center. Okay, bu mana o'rtada turibdi. With heightini berib olsak bo'lgani. With use voice height use voice. Matn o'rtaga turishi kerak. Workflow info ichida h1 elementi bor. Qizil shapkachalar olib kelib qo'ysangiz bo'ldi. Hadi biz yozmaymiz. 30 piksel beramiz. Okay, text align center. Matnni o'zini joylashtirib o'rtaga mana. Xuddi shunday p ga berib yuborasiz. Mana p ga ishlaydi. Bunigina 20 piksel bersak bo'ladi. 20 ko'p ekan. 14. Okay. H1 ga margin berib qo'ysak, bu margin tepa pastiga 10 piksel, ikkita yonboshga 0 beraman. Shu mana matn rasm bilan mana yozuvni o'zidan sal uzoqlashtirish uchun kerak. Tushundingizmi? Просто shunda olasiz. Kart main bo'lgan joyga olasizda, kart main bo'lgan joyga berasiz.
card main. Mana. Shuni pasida shuni berib tashlab qo'yamiz. Bo'ldi. Shuni olamiz, shuni tashlab qo'yamiz. 3 ta bo'ladi. Hozir siz mana discover strategiya qiling. Ikkinchisini rasmni almashtirsangiz ham bo'ladi. Line support. Okay. Rasm olish qiyin emas. Mana bunday ochilsa, o'tgan safar ko'rsatdim-ku. Mana uni bosasiz. Masalan, mana aytdim. Kodiga o'tib, ochib. Bunga kerak emas. Mana buni bosib olasiz. Rasmga masalan ustiga bir marta bossangiz mana ochib beradi. Ustiga shunday olib borsangiz o'zi lampochka chiqadi. Ketdim. Сохранить как workflow. Okay. Skачать. Bu ham xuddi shu. Bir marta ustiga borasiz. Ustiga workflow 3. Сохранить как workflow. Rasmni просто almashtirib qo'yasiz mana yerdan kodidan. Mana image workflow bo'lsa, mana workflow 2 bo'ladi. Buniki 3 bo'ladi. Bo'ldi. Hech qanday muammo yo'q. 3 ta rasm. Bizga nimdoq yonboshdan bo'lsa, yonbosh kelmayapti-da, JavaScript bo'lyapti-da, baribir. JavaScript o'tmagan bo'lsa siz bilan. Mana uni ham enini enli qilish kerak edi, shu qarang buzilib qolgan. Alo. Nazir. Bunday bo'lyapti. Hozir qarang, mana uni sezyapsizmi? Sekin yo'qolyapti. Tushundingizmi? Bu mana narsa bo'ladi. Biz hozir bunday bo'lsa qo'pol, shuni tushadi, shuni yo'qolib ketmayapti-ku, mana xiralashib ketmayapti. Bu o'zi asli bu opacity degan narsa bor. Opacity degan narsa bor. Opacity element mavjud bo'ladi, lekin ko'rinmaydi. Mana Harry Potter ko'rganmiz? Ikkinchi qismni. Mana mantekali ko'rinmas keyin ustiga. Tipi shunaqada. Masalan, mana xonada stol borda. Ikki xil bor yo'q desa bo'ladi CSS da asosan. Ko'pincha ishlatiladigan. Bitta yozib tursam, birinchisi display, mana qarang. Prosta tushuntirib berib, keyin yana nima qilamiz. Display none degan narsa bor. Tushundingizmi? Display none bilan display block elementni bor yo'q qiladi. Block mana. Ikkalasi. Keyin opacity 0 bilan opacity 1 bor. Bu ham xuddi shunaqa. Elementni bor qiladi, yo'q qiladi. Lekin opacity ning ishlatilinishi 0 o'zi 0 dan 1 gacha yoziladi. Mana 0, 0.1, 0.2, 0.3 keyin 1 gacha oxir. Ya'ni 0 bo'lgani ko'rinmaydi. 1 gacha xira bo'lib, to'qlashib, keyin yarqi bo'lib keyin ko'rinadi. Tushundingizmi? Shunaqa. Displayni bu ham yo'q qilish, displayni bilan mana opacity 0 yo'q qilib qo'yish. Ko'rinmas qilib qo'yishda, qarochi. Blok bilan mana 1 paydo qilib qo'yish degan. Lekin farqi mana unda element joyida turgan holatda yo'qolib qoladi, ko'rinmas bo'lib qoladi, keyin ko'rinadigan bo'lib qoladi. Lekin element joyida turadi. Tushunyapsizmi? Display blok bilan nanda element yo'q bo'lib qoladi вообще. Вообще yo'q bo'lib qoladi. Mana hozir bitta narsani ko'rsatib beraman, qarang. Yaxshilab e'tibor bersangiz, mana qarang. H1 bor-ku mana, matn. Hozir men mana bu matnga, вообще 3 ta matnga bor-ku. 3 ta matnga men opacity bersam, masalan 0 bersam, 3 ta element turibdi joyida. Tushundingizmi? Lekin men shunga
Endi hozir men oppositni 1 bersam, o'zi ko'rinib qoladi. Oppositni masalan 0.4 bersam, sal xira bo'ladi. Rang o'zgarmayapti, prosta yo'qolib borishadi. Mavjudlik mana o'sha gap. Keyin display blok deyshadimi qarang. Display blok degani bu. Bu yo'q qilib qo'yganini yo'q qilib qo'yadi. Mana bor qilib qo'yadi. Mana display blok bor paydo qilish degani. Display none bo'lsa yo'q qilib qo'yish. Endi ko'rdingizmi farqini? Joy surilib ketib qoldi. Mavjud yo'q qoldi-da hozir. Bu joyda ham yo'q, o'zi umumiy elementi o'zi yo'q qoldi. Farqi shunday. Hozir bizda bunday qilamiz. Qarang, sichqoncha ustiga borganda ko'rasizmi? Element bor, opacity bo'lib to'qlashyapti. Opacity 0 dan 1 ga chiqyapti-da, hover bo'lgan payt. Bu yerda. Mana narsani yozishimiz kerak edi. Va shu bunaqa narsalarni suvdikmi? Tak. Bu yerda mana shularni yoniga yozib ketamiz. Xullas, ana kartlarga B elementiga opacity 0 beraman-da. Keyin 0 dan 1 ga ko'tariladi deyman mana endi. Transition duration. İşleş gerek. İyi. Opacity bilan bo'ladi. Opacityni qayergadir opacity 0 berganmiz mana. Opacity 1 deyapti. To'g'ri beryapman. To'g'ri berdim, bilmay ishladim. Menimcha butun 5 dan boshlansa kerak yo'q. Saniye. Salçoda işlem yaptım. Kayıtçı. Yok.
qo'ying. Farqini bilib oldingiz-ku. Balki workflow deb yozib qo'yaylik menyuga. Workflow. Alhamdulillah. Hamma joyiga workflow qo'shamiz. ID workflow bo'ladi-da. Workflow. Mana shu workflowni olasizda mana yerda ID berilgan mana. Hammasiga qilib chiqqanmiz-ku. ID'sini. Bo'ldi. Bu yerda workflow murakkabroq sayt topamizmi yo? Boshqa. Zenforest animation website. Animation. Bitta animation landing page. Mana ekan. Вообще yo'q. Mana shuni yasab ko'rganman. Sichqonchani. Boya siz aytganimda zo'r bo'ladi. Animatsiya deganini. Robot qafasda turibdi shu animatsiya severkan. Bu dunyo azago. Improve your page. Bu anonlarga zo'rda, nima deydi? Sotuv uchun qilinadigan loyihalar bor-ku, sotuvga zo'r tush beradi. Opa. Yaxshi edi. Sichqonchaning yurishini qarang. Orqada ergash. Shuni yozib ko'ramizmi keyin nimada? O'qiraman, menyuni ko'ryapsizmi? Bunaqa menyular o'tmaganman-da. Menyu ichida menyu ochilishi ko'rmadingiz sizmi? Shular. Zo'r sayt ekan lekin. Modern agency with experience. Lekin mana bu JavaScript da yoziladi mana bu narsa. Hozir bitta JavaScript da qaysilar bo'ladi aytaymi? Mana sayt ochilgandan buyon yonboshdan bo'ldi. Qarang, bu JavaScript oddiy CSS da ham qilsa bo'ladi. Men bilimda ekran scroll bo'lgan payti bor-ku, men buni JavaScript da qilinadi. Вообще mana bu ham. Anaqa narsa borki mana. Rasm ustiga chiqishi. Shuni yasaymiz agar. Qo'y keyingi nimaga link qilib keyingi proyekt uchun okey kodlarni tashlab qo'yaman. Rasm
Просто ichiga kirganingizda yangilab olsangiz bu. Ichidagi HTML o'zgaradi bizda. Index.html заменить файл. Screenshot fayllar almashgan. Workflow'ga qo'shdim. JavaScript qo'shib qo'yamiz. CSS ni qo'shib qo'yaman. Загрузить, заменить папка. Font qoladi, ikonkalarga tegmaymiz chunki o'zgarish bo'lgan yo'q. Rasmlar o'zgaradi. Rasmni yangiladi chunki ichiga qo'shganlarim tushyapti pastga. Link o'sha. YouTube'ga kirganingizda pastda bo'ladi. Bitta kodlari oxirgisi boshqasi. Savollar? Sayt berganingiz o'z siyosiga kodlari bor. Qaysi? Guru.zedux. O'sha ishlamayaptimi? Server o'chib qolgan. Yaqinda yo'qaman. Pul to'layman-da qarang. 80 ming, 90 ming to'layman. O'chib qolgan o'sha. Uni besplatniy saytlar qilsa bo'lmaydimi? Link yo'q. Masalan, mayli tushuntirib beraman. Xuddi meni o'zimni nimamdaqa bor. W3 School bor. Men o'zim birinchi shundan boshlaganman. Dinozavr paytidagi platforma bu. Dunyo bo'yicha ko'pchilik ishlatadi. Hammasi bor. Mana HTML ga kirsangiz, CSS ga kirsangiz, mana hammasi turibdi. Tekstlar, font, masalan bittalab kirib chiqish kerak-da. Font family. Endi nimalar yozilgani to'g'ri tushunmaysiz-ku. Ingliz tili yaxshi bo'lsa tushunsa bo'ladi zo'r. Masalan, mana CSS da mana bu yozilgan, mana kodlari. Try yourself kimda bossangiz, xuddi menikiga o'xshatib beradi. Bu yoqda. Tushundingizmi? Mana yozilgan, bu menda ham xuddi shunaqa edi. Mana bu natijasini chiqarib beradi. Keyin masalan image shapes, rasmlarni qirrasi mana. Image shape, clip pass nimaga kerak? Clip pass qirqish. Shakllar yasash rasmda, elementdan. 3 burchak, dumaloq, 4 burchak, yulduzcha, 5 burchak, 6 burchak, 7 burchak. Tushundingizmi? Shakllar yasashga masalan clip pass. Object fit rasmni to'liq joylashtiradi masalan. Mana object fit ishlatilinishi. Mana A-film norasiga qarang, A-film norasiga qarang deyapman. Nimani ishlatsang, qanaqa dizaynda bo'lishini aytyapti. Kodni o'qib faqat bunday tushunish kerak-da. Kirsangiz aytganman, rasm bergan. Mana natijasi masalan. Xuddi meniki bilan bir xilda. Shunaqa yasaganman-da o'zim uchun. ChatGPTdan so'raganimda shunaqa link yarashdi. Rivojlanib bor ekan, tekin yarashsa bo'ladi. Bu ham tekin? Anaqa server yoqmaydi. Pul to'layman deyapsiz, qarang. Yo'q, uni bor. Bepullar Netlify'ga qo'yadi ko'pchilik. Kecha kuni o'zim bilgancha qilib ko'rgandim. Короче, linkka kiryapti. Bitta boshqa odamning saytidan menga linkim kelib chiqyapti-da. Misol, mana shu schoolga bossangiz, ichidan menikini qilib topsangiz bo'ladi. Saytlar orasidan. Saytlar. Uni yetsa bo'ladi. Xullas bunday qilsangiz bo'ladi. Bitta sayt ichida sizning saytlaringiz turadi. O'shani bossangiz saytingizga o'tadi. Unaqa qilsa bo'ladi, oson. Iloji bor. Portfolioga link qo'yib qo'yasiz-da. Hammasini masalan Netlify'ga yuklab qo'ysa ham bo'ladi. Hozir masalan yuklab qo'ysa bo'ladi internetda. Chunki ChatGPTdan so'raganimda boshqacha aytyapti-da, bu yangilangan ekan-da, nima joylar o'zgarib ketgan, shuning uchun ma'lumot ham inglizcha deydi.
shu. Buni o'chirib keyingi. Mana uni qo'shib qo'yaman. Nimani davomidan YouTube'da pastidan ko'raverasizlar. Keyingi proyektlarga